Sen shu supurgini unga sovg'a qilmoqchimisan? U boy chechagini yaxshi ko'radi-da. Ishon, qimmat buketlarni, qimmat restoranlarni yaxshi ko'radi u. Yo'q aka, u unaqa qiz emas. Unga boylik qiziq emas. Ishon menga. Ular hammasi shunaqa. Qayerga ketyapsan? Jasur aka, qo'rqitordingiz. Xolamnikiga ketayotgandim. O'tir, meni ham yo'lim o'sha yerda, ortda tashiyman. Farida, ertalabdan beri hech narsa yemagan edim. Mazam qochyapti. Mana bu yerda yaxshi restoran bor edi. Menga sherik bo'la olmaysanmi? Ha, mayli. Ovqatlar shirin ekan. Rosa shirin ekan. Yoqqanidan xursandman. Farida, kech payt og'aynilarim bilan restoranda o'tirishim bor edi. Borish xohlamaysan? Bugun Shoh akam bilan ko'cha aylanishi reja qilgandik-da. Ko'cha sovuq, nima qilasizlar aylanib? Jasur aka, bitta iltimosim bordi, maylimi etsam? Xo'p, Shu shirinlikni o'zim bilan olib ketsam bo'ladimi? nimaga?